1957 yil aynan mana shu kuni 27-iyulda Jizzaxning Betakror Zomin tumanida dunyoga kelgan Shavkat Miramonovich Mirziyoyev hayotni erta muhokamasi va mehnatni juda erta his qila boshladi. Taqdir uni ulkan mas'uliyatli va sharafli yo'lga tayyorlay boshlagan edi. Mirzo Ulug'bek tumani hokimi Shavkat Mirziyoyevning so'zlarini eshityapsiz. Shavkat Miramonovich Mirziyoyev tug'ilgan sanasi 1957 yil 24-iyul. Tug'ilgan joyi Jizzax viloyati Zomin tumani. Millati o'zbek, ma'lumoti oliy, injener mexanik, texnik fanlari nomzodi. Lavozimi O'zbekiston Respublikasi prezidenti. 2016 yil 14 dekabrdan buyon 1981-1992 yillari Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutida kichik ilmiy xodim, katta o'qituvchi, dotsent, birinchi prorektor. 1992 yil 1966 yillari Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumani hokimi, 96-2001 yillari Jizzax viloyati hokimi, 2001-2003 yillari Samarqand viloyati hokimi, 2003-2016 yillari O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri, 2016 yil 8-sentyabr 14-dekabr O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi, 16 yil 14-dekabr O'zbekiston Respublikasi prezidentiga saylangan. Mohir shifokor Miromon aka xonadonida o'g'il farzand dunyoga keldi. Otasi Miromon ota shifokor bo'lib tumanni dardmandlariga malham bo'lgan bo'lsa, onasi ham tibbiyot sohasida jonbozlik ko'rsatgan edi. Biroq yoshligidanoq boshiga tushgan og'ir yo'qotishlar va hayotning sovuq shamollari kelajakdagi rahbarni qat'iyatini chiniqtirdi. Qiyinchiliklar uni sindirmadi. Aksincha har bir kuniga shukronalik va odamlarga yordam berish ishtiyoqi yana ham kuch bag'ishlagan edi. Shavkat Miramonovich Mirziyoyev ham omadini bersin, qadamlar qutlug' bo'lsin. O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri sifatida faoliyat boshlagan Shavkat Mirziyoyev ushbu lavozimga yana 3 marta 2005-yil, 2010 hamda 2015 yillarda Oliy Majlis palatalari tomonidan qayta tasdiqlandi. Toshkent shahrida Mirzo Ulug'bek tumaniga rahbarlik qilishdan boshlangan hokimlik maktabi uni uchun chinakam hayot akademiyasi bo'ldi. Xalqimiz va yurtboshimiz unga bildirilgan yuksak ishonchni amalda oqlash uchun u butun borlig'ini safarbar etib kelmoqda. 2003-yilda u mamlakat bosh vaziri lavozimiga tayinlandi. Naqd 13 yil davomida davlatni iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy og'ir yukini o'z yelkasida ko'tardi. Bu davr oson kechmadi. Iqtisodiyotni saqlab qolish, tashqi siyosatdagi murakkabliklar va eng asosiysi yillar davomida millatni sog'lig'i va kelajagiga zomin bo'layotgan majburiy mehnat, ya'ni paxta kompaniyasidagi og'ir tizimga qarshi kurashlar boshlangan edi. Очень много, тысячи людей были посажены, тысячи людей обвинялись в недоказуемых делах. И так называемое узбекское дело тогда коснулось меня. Меня взяли в заключение, я 9 месяцев прошел, и после следствия доказало, что мою абсолютную невинность в этих работах, никаких фактов. И я был реабилитирован. Я никогда не забуду чрезвычайно сложное это время, когда я находился в заключении. Шавкат Миромонович нашел такую смелость, он не боялся и не стеснялся. Он общался с моей семьей, он звонил и помогал моей семье. А когда меня уже освободили, в первый же день он приехал в Москву. Bir necha 10 yilliklar davomida xalqni qiynab kelgan, ayniqsa o'qituvchilar, shifokorlar va o'quvchilarning maktabdan uzilib paxta dallariga haydalishi kabi adolatsiz tizimga qarshi ochiqdan ochiq kurashish juda katta jasorat talab etardi. Bu oson emasdi. Qarshiliklar, manfaatlar to'qnashuvi va ulkan bosimlar bor edi. Ammo u xalq manfaatini barcha narsadan ustun qo'yib, ushbu qaramlik tizimini yo'q qilish uchun tinimsiz ravishda zamin hozirladi va bu mudhish qullikka barham berildi. Я сейчас в Ангорском районе. Сегодня до вечера обойди все кластеры. Да, Ангор-Сурхон. Реши все вопросы, а утром доложишь мне на совещании. Hurmatli yurtboshim, sizni xalqimizni asriy orzularini ro'yobga chiqarayotgan, yurtimizni tinchlik, farovonlik va taraqqiyot sari ishonchli qadamlar bilan yetaklovchi buyuk mas'uliyatli yo'lingizda chinakam fidoyilik timsoli sifatida ko'ramiz. Bolalikning mashaqqatli sinovlaridan tortib to bugungi ulug' marralargacha bosib o'tgan sharafli hayot yo'lingiz har birimiz uchun sadoqat, sabot va vatanparvarlikning eng oliy maktabidir.
Yillar davomida xalq dardi bilan yashab, el manfaati yo'lida ko'rsatgan jasoratingiz va bugungi yangi O'zbekiston barpo etishdagi tinimsiz mehnatingiz cheksiz hurmat va tahsinga loyiqdir. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hurmatli yurtboshim Shavkat Miramonovich Mirziyoyev, olg'a qo'ygan buyuk maqsadlaringiz sari sog'lik, salomatlik, kuch-quvvat va cheksiz zafarlar yor bo'lsin. Xalqimiz siz bilan hamisha faxrlanadi.